Assalamu alaikum hürmetli görürmenler. Acil programımızın gözetiş ve analiz sahipsiga hoş geldinler. Ötken qadimlik programımızda arxeolog ve qadimki yazıqlar tadqiqatçısı Qurban Veli Efendi bilen bizning tarixiy yazıqlarımız haqida söhbet ötkizgan edik. Şu qitimki söhbetde bazı muhim halkılık meseleler, savollarimiz qilib qolgan. Şu münasebet bilen biz Qurban Veli Efendi bilan yana bir navbatlik söhbetga o'rinlashtirdik. Bugungi suhbatimiz Uyg'ur qadimiy asarlarini ratlash, nashr qilish, buningga doir masalalarga bag'ishlandi. Qurban Vali Efendi, radioga xush keldingiz. Rahmat, rahmat. O'tgan qitimqi suhbatimiz bu Tangritog' masalasida markazlashgan, ham shu yerda qilib qolgandi. Shu Xitoy hukumati Tangritog' masalasidagi pozitsiyasida shu bit qilib qoldimi yoki bo'lmasa bu masala keyin teshilib chiqdimi? Bu qanday bo'ldi buning natijasi? Xitoy hukumati 81-yili mening maqolam e'lon qilingandan boshlab buni cheklashga boshlagandi. Tianshan deysan, Tangritog' demaysan deb cheklashga boshlagandi. Endi 87-yilga kelishlik cheklayolmay eng oxirida bir Uyg'ur tilini qiliblashtirish, atalg'ularni qiliblashtirish yig'ini ochib, shuning bilan Tianshanni qiliblashtırib, Tangritog'ni cheklab etmoqchi bo'lib, buni qilolmadi. Şu beti qilib qolmadi. Meni undaq deb ayblamagan bo'lsa-mu, ammo boshqa masaladan men qusur topib aybladi. Qanday bir masala sizning qusur topgan? Endi 87-yildan keyin mendan nima masala izladi desangiz, qadimgi asarlarni chiqarish orqali milliy bo'lginchilarni tarixiy faktlar bilan ta'minladi degan narsani ko'tarib chiqdi. Bunun bir konkret bir misal yoki konkret bir dalilini ko'rsatdimi? Masalan, mana asarlarni chiqaribsa, bu masalalar bayam siz degandek atalmış milliy bo'lginchilik qudratqo'liq qildi degan bu ko'z qarashni olg'a surdiganga. Masalan, 90-yili Barin qo'zg'oloni paydo bo'lgandan keyin Abdumrayillik partkom maxsus bir grup əvətib, aşını təkşirib, bir xulası dokulat yazıb, yollagan. Xulası dokulatda etişicə, şu Qədim Əsərlər İşxanası nəşr qılğan Buğraxanlar Təzkirisi degan kitap, şu bölgünçilərini nəziriyyə vasitələrini təminlədi degan gap var. Onun da mening ismim var, buna ait bir ciddi bir ayıplaş hücumda bu. Hem de bir yerde bu Buğraxanlar Təzkirisi yoki Təzkiretul Buğraxan asli demesi. Bu mesele kelgende aldı bilen bayam dediğiniz kadimi eserlerini ratlaş işxanası. Meselenin şu yerden bir başlap baksak. Siz Abdunumraylık muzeyde işildiniz. Qanday bulup bu işxanaga berip kaldınız endi? Qanday bir şamal sizni bir yerga uçurup geldi? Mening maqolalarim e'lon qilinishga boshlab 83-yilga kelganda nemede qadimki yazıqlarning sirliq ambirini topdi deb nihoyatda cho'ng bir nima bo'lgandan keyin andan Abdunumrayin meni Abdunumrayinlik muzeydan oriyatga elib yo'tkab bu Abdunumrayinlik xalq hukumatining qadimki asarlar ishxonasiga akeldi. Xalq hukumatiga qaramdi vaqtida. Xalq hukumatining bir ishxonasi. O bizniki qadim asarlar boyligimiz nihoyatda mol deymiz. Mayli o İslamiyet'ten burunki Buddizm davrlariga aloqador rasiqlar bo'lsin yoki İslamiyet'ten keyingi yozilgan har xil tazkirlar, tarix, to'plamlar haq nihoyat ko'p asarlar va Uyg'urchada. Siz bu ishxonaga borgan vaqtida bu asarlarning ahvoli qaysi holatda, qanday bir holatda qolib qolgan? Meni 83-yili oriyat elib bu ishxonaga akagan vaqtda bu ishxonada hech qanday kitap toplanmadi ekan. Şu vaqtda Uyg'urdan birini, Mo'ng'oldan birini, Xanzodan birini degandek bir to'rttak ishxona mudiri bor ekan. Shular shu har qaysi millat bilan o'zlari bilan ko'rishib, asarlarni qanday to'plash, qanday nashr qilish masalasini so'zlashib etdi ekan. Plan tuzilishga boshlamabdi ekan. Men kelgandan keyin plan tuzilishga boshladi. 3 yillik, 5 yillik, 10 yillik, 30 yillik plan tuzdik. Men bu plan tuzishga qatnashdim. Shuning bilan
bu yerda bir narsani o'tirliq kirgizib qo'y. Bu yerda qadimiy asarlarni ratlash, nashr qilish ishxonasi bor. Yana bir komitetmi bor bu yerda? Qadimgi asarlarni ratlash, nashr qilish rahbarlik komiteti deydigan. Bu ikkisining o'tirliq nima farqi bor buniki? Ikkisi bir organmi yo 83-yildan boshlab Abnum rayonimizda 10 asıllık milletinin, Xitaydan başka 10 milletinin qadimki asarlarını rətləş, nəşr qilish degan bir yeni xizmat başlandı. Yani bunun da qadimki asar degan nima? 49-yildan burun nəşr qilgan asarlar yoki yozilgan qo'l yozmalar. Yani bu iş başlangandan keyin meni yo'tkab akeldi, biz plan tuzdik. Shuning bilan bu bir ishxona shu vaqtda qurilib bo'lgan. O ishxona nening ishxonasi desiniz? Qadimki asarlarni to'plash, rətləş, nəşr qilish rəhbərlik qrupu ishxonasi. Rəhbərlik grupu degan Abnum rayonining reis, muavin reisleri, partikomning muavin sekretarlari derecalik mushunda odamlardan qurilgan bir qurilgan. Bu rəhbərlik grupu degan qizilboshlik hujjat chiqara oladigan o'rin. O nazoratlarning qizilboshlik chiqarilgan huquqi yo'q, ular ijro qiladigan o'rin. Ma'u naytdi bir huquqli o'rin. Bu shu vaqtida bu undaq bo'lsa, sizlarning ishxona shu komitetga qaraydi. Shu rahbarlik guruhi qaraydi. Rahbarlik guruhining hujjatlari, masalan, Uyg'urlarning qadimki asarlari va nurg'un bu islomiyatga doir, dinga doir, tariximizga doir bu asarlarning hammasi Xitoyning o'zlarining o'tirib qo'yib kelayotgan rasmiy tarixi bilan butunlay muxolif asarlar bu. Buni nashr qilish ishlarida bularning chiqargan konkret abaysiz deganda qizil boshliq hujjatlari prinsipi nima bularning? Qanday ratlash kerak, qanday nashr qilish kerak degan masalada. Shu 83-yili bu bir yangi xizmat boshlangan vaqtda markazdan tushirgan yo'l yo'riqda asonliq millatlarning qadimki asarlarini, qo'lyozmalarni, besilgan kitoblar bo'lsin, hammasini qoidadan ratlab nashr qilish. Xuddi Xitoycha Xannoma, Tangnoma, Sungnoma deganlarni nashr qilgan o'xshash, o'z aynan nashr qilish, uningga hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan so'zlar bo'lsa, uning izohat berish degan bir siyosat chiqibdi ekan. Bu siyosat odamlarni bir xush qilayotgan shu vaqtda. Shuning bilan bu xizmat boshlandi. Shuning bilan siz qaysi hujjatni ijro qildingiz bu yerda? Shularning degini bo'yicha ijro qildingizmi yo o'zingizlarning bir ijro qilish usulinglar bormi? Ularning qilipiga tushirib turib. Endi shu vaqtda bu Abnum rayonining bir siyosati aniq o'xshamaydi, markaznikiga o'xshamaydi. Abnum rayonining nima siyosati bor? Masalan, men 83-yili Ariyatga kelib, yerga borgandan tortib to'plash, nashr, ratlash ishlari qatnashdim. Planni biz tuzdik. Eng oxirida 86-yilga kelganda bu 4 muavin mudirning hammani kelgan yerga mang'iz o'tib, meni mudir deb e'lon qildi. Shu ishxonaning mudiri bo'ldim 86. Shu men mudir bo'lgan vaqtda oldingi mudir bu Imong'ozi apandi. O mening qo'limga o vazifani o'tkazib berdigan vaqtda mening qo'limga bir varaq qog'ozni berdi. Mana bu men qiladigan ish ekan. Buni ko'rgandan keyin hamda men ajoyib bir xil o'zim bilmadim o'zimni. Bu bir maxfiy hujjat. Tepsiga qat'iy maxfiy deb yozilgan. Nima deydim dedim. Bu bir varaq qog'ozning ustida nima bor desangiz, 4 odamning imzosi bor, tasdiqi bor. Birinchi tasdiq Xitoycha yozilgan. Buningga qadimki asarlarda Xitoy degan so'z chiqsa, uni Jungo deganga o'zgartirish. Turkiston degan xat chiqsa, gap chiqsa, so'z chiqsa, buni Xinjiangga o'zgartirish. Shuning o'xshash hozirgiga to'g'ri kelmaydigan har qanday atalg'u chiqsa, uni o'zgartirib nashr qilish kerak degan Xitoycha xatgan. Uningga Janobil deb imzo qo'yibdi. Janobil shu Abnum rayonining muavin sekretari, ideologiyaga mas'ul sekretar. Anikin ikkinchisi Pungdajin. Pungdajin deganimiz bu nimaning tashviqot bilimining boshlig'i. Buning yo'llariga sal texnik qiyin. Qadimki asarlarni nashr qilingan qadimki asarlar hargizmi bo'lginchilar, millatchilar uchun
material ta'minlamaslik kerak. Buni kapolat qilish lozim degan gap. Endi buni ko'rib menga tez keldi. Bu qadimgi asarlarni Xitoyning Tangshu, Hanshu degan kitoblarni o'qisimi, uningda hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan narsalar. Uni qo'lini tutib olsa, shuni qo'llansa, yana xatolik bo'lgan gap. Buningdan bir kim to'g'ri o'qimasa, bu asarning asli nusxasini o'zgartib o'tadi-da, unda tuzitish kerak. Buni haq o'qiganda mana deb o'qib qo'yib, xato tushunib qolsami, biz mas'ul bo'lsak, bu qanday gap? Buni og'ir masala ekan. Dedim bu ikkinchisi kelganda. Lekin uchinchi tasdiq, shu bir varaq qog'ozda uchinchisi bor. Uchinchi adam Badayning tasdiqi. O siyosiy qonun boshlig'i, nimaning Abnum rayonining siyosiy qonun sekretari, qadimgi asarlar ishxonasining guruhi boshlig'i, shu rahbarlik guruhining boshlig'i. Bu odamning sog'an tasdiqida qadimgi asarlarni xuddi shu Jungoning Hanshu, Tangshu degan kitoblarga o'xshash aynan nashr qilamiz. To'g'ri, hozirgi to'g'ri kelmagan so'zlar bo'lib qolsa, uningga izoh beramiz deyilgan. Siz qaysisini ijro qildingiz? Bundan aytib xo'sh bo'ldim. Yana birisi bor. Timur Damatning. U qadimgi asarlar rahbarlik guruhining faxriy guruhi boshlig'i. U nima deb tursa, men yo'ldosh Badanikiga qo'shilaman, markazning siyosati bo'yicha ijro qilish kerak degan gap bor ekan. Buni ko'rib, ikkisinikini men ijro qila olmaydi ekanman. Keyingi ikkinikini men ijro qila olmaydi ekanman. Shuning bilan men menga tanlash huquqi bo'lgan ekan, men mudir bo'lgan ekan ishxonadan, men mushuni ijro qilaman deb men rahbarlarga aytib qo'ydim. Shunday qilsan dedi. Shuning bilan bu ishimiz boshlanib ketdi. Endi shu siyosat bo'yicha siz Tazkiratul Bug'roxonni nashrga tayyorlaganda aynan nusxasini qanday bo'lsa shunda oldingiz? Dal siz degandek. Shu Tazkiratul Bug'roxonni nashrga tayyorlab chiqqandan keyin uni men tahrirladim. Bug'roxonlar tazkirasi. Ya'ni bu 88-yilda nashr qilingan bizningki Qaraxonlar davridagi podshohlarning tazkirasi deyman bu. Mush Qurbon Vali apandim buni qadimgi asarlar ishxonasida ishlayotgan shu yerga mas'ul bo'lib vazifa atqirayotgan mezgilda nashr qilingan asar. Ammo bu asar keyingi vaqtlarda Qurbon Vali apandimga bir mo'cha avorchiliklarni tapagan Bug'roxonlar tazkirasi degan kitob bo'ladi. Xo'sh, shuning bilan buni qanday qildingiz doiralar? Yani bu kitapni şu anda bo'lib sizniki beshingizdagi bir bola qazo. Bu 87-yili nashr qilgan planimizda bor edi. Tayyorlab bo'lgan, nashriyatga berib bo'lgan. Endi beslab chiqishi 88. Bir yil talash tortish bo'ldi. U talash tortish uning oqisida qandoq ishlar bor, uni men o'qimayman. Endi cho'nglarning o'tirsidagi elishish. Eng oxirida bu kitap chiqdi. Aynan chiqdi. Bu kitobda nima bor desangiz, bu kitobda Xitoy degan so'z bor, Turkiston degan so'zim bor. Biz uningga izoh berdik. Turkistonga bu bir jo'g'rafiyaviy atalg'u deb izoh berib qo'ydim. Xitoy deganga bu endi shu vaqtda shuna deyilgan. Bu hozirgi shu Xanzo millati shu. Buni bu bir xato gap demadim. Shu vaqtda shundoq dedim. Ammo shundoq gaplar. Buningda endi asosan shu İslam dinini Satuk Bug'roxon boshlagandan tortib eng oxiri shu nimidan turpa, ukcha turpanni islomlashtirish davrlarigacha eng oxirida shu turpanga kelib, turpan qumullarmi islomga kirib bo'lgandan keyin ichkiriga islom ochimiz deb mangdigan vaqtda bu Bug'roxonlarning eng oxirgi avlodi shu o'lib ketgan. Turpanni o'lib ketib, shuning bilan mang'amay qilib qolgan. Bu kitobning mazmuni Topata G'ujam degan bir mazava Turpanda. Shu Topata G'ujam, shu G'ujamning maziri. Eng oxirida Bug'roxonlarning oxirgi avlodlarininki ishkirga berib islomachimiz degan. Ishkirga islomachga boramay qolgan vaqt. Endi keyingi vaqtga kelganda Xitoyning nariga tegdi bu. Endi bu kitap 88-yili tarqitilgandan keyin hech qanday gap yo'q.
shundoq jiq olqishga erishdi. Endi 90-yilga kelgan vaqtda Barında bir cho'ng vaqa bo'ldi. Vaqa bo'lgandan keyin Barin vaqasi 1990-yil 4-oyda yuz bergan eng cho'ng zo'r bir siyosiy isyon vaqasi. Shu vaqa yuz bergandan keyin Abdumurayillik partkom shu vaqani tekshirish uchun xizmat guruhi avatgan. Avatganda endi maxsus mush kitobning ta'siri va rolini tekshirish uchun Abdumurayillik partkomning tarjimoni Rahman Masum degan bir kishini shu avatib ekan. Barınga. Shu kishi nayt bekjiq tekshiribdi. Şu vaqtda tutilgan 500 dek adamning hammasini so'rab qipti. Barında aşı hamma oilani o'yaqtirib, shu yerdan tiplarni tep chiqibdi. Xalqlarni iqrorini aytdi. Elib eng oxirida aşı xulos dokladni shu adam yozgan ekan. Rahman Masum. Buning bilan nima munosabati bor? O nima deydi desa, shu to'plan qatnashgan odamlarning hammasi mush kitobni o'qigan, mushuningdan ilhom olgan, mushuningdan nazariya va asos topgan, Qurbonvalining boshqa kitoblarini o'qigan. Mushu mening gunohim hamda shuni bilan menga mushu gunohni atib qo'ydi. Bu doklad kelgandan keyin Abdumurayim bo'yicha 3 darajalik kadrlar yig'ini ochildi. 80-chi nayining boshliqlari Shanjang Mo'g'ul Shanjanglari keldi. Shu vaqtda shu dokladni Sunxanlang o'zi e'lon qilgan. E'lon qilgan vaqtda shu Bug'roxonlar tazkirasi shu barin eksinqilovi to'pligini qo'zg'ashda rol o'ynagan, eng yomon rol o'ynagan kitob. Buning muharriri Qurbonvali deb mening ismimni shu vaqtda ataqat. Endi bu yerda yana bir masala bor. Uyg'urlarning qisqish tarixi. 80-yillarning oxirlarida bu kitob nashrga tayyorlangan, o'tirliqda mening bilishimcha to'xtatib qo'yilgan bir fikrlar bilan keyin yana o'tirg'i chiqqan. Uning keyindan 90-yillarga kelganda men aniq yil vaqti esimda yo'q. Sizning muharrirligingizda nashr qilindi bu kitob. Endi bu kitobning mazmuni Uyg'urlarga qarshi oladigan bir kitob emas. Nurg'un tarixlar, hukumatning tarix nuqtai nazari, ularning tushunchasi bo'yicha izohlangan Uyg'urlarning tarixi bu Uyg'ur jamiyati bek qarshi olgan bir kitob bo'lmadi shu vaqtning o'zida. Siz qanday bo'lib bu kitobga bosh muharriri bo'lib ismingiz kirib qoldi? Siz tahrirlaganmisiz bu kitobni? Endi hozir bu Bug'roxonlar tazkirasi bu kitobda meni nazariya asosi bilan ta'minladi deb nima qilgandan keyin bu bizning qadimgi asarlar rahbarlik guruhi bilan tashviqot bilim sohasidagi bu ideologiyani boshqaradigan bu boshliqlar o'tirisida cho'ng elish bo'ldi bir mezgil. Mush kitob to'g'rilab. Mush kitob meni jazolamamdi. Mush kitob sababli sizga bir chora ko'rishninki o barinni aksini qilib deb bo'ldi. Uni kim qilgan? Mush kitob paydo qilgan dedi. Mush kitob kim chiqargan? Qurbonvali chiqargan boshqa ba'zi masalalarda qo'shaq ko'pik bor sizga. Demak, buningga endi shundoq otil turib oldimi? Shuning bilan bular naytdi mush kitobni aksini qilibchilarni nazariya asosi bilan ta'minladi deydigan taraf ideologiyani boshqaradigan bu taraflar ideologiya asosidagi. Janobi tashviqot bilimi fundajing degan odamlar endi mushlar mushuni ching tutib olib oxir nimani borini tekshirib kelgan odamni cho'ng xizmat ko'rsatdi deb Abdumurayillik milliy ishlar komitetining boshlig'i Abdullayev apandini xalq qurultoyi qilmang'iz o'tib shu ashyaga birinchi nima dedingiz o adamning ismini bayon Rahman Masum dedingiz. Rahman Masum. Bir tarjimonti uni opirib yerga mudir qilib qo'ydi-da. Shuning bilan bizning bu ishimiz asta nima qilishga boshladi. Bu odam ching tutib oldi. Endi mani bir tunishtirib ketish to'g'ri keldi. Ikkinchi savolingizga men keyin javob beray. Bu Bug'roxonlar tazkirasi deydigan kitob xilma-xil kitob bor, nayt ko'p. Biz mushu nusxani tanladik. Biz bu nusxani tanlagan mushu nusxa 1933 yili, ya'ni Tunji Sharq Turkiston
hukumati qurilgan vaqtda Qashqarda ko'chirilgan nusxa. Shunga bu texnik sezgirib ketgan gap. Nima uchun sen shu vaqtdagi nusxani tanlaysan degan bir savolni qo'ymadi. Qo'ymagan bo'lishi mumkin, ammo bu uni chuqur o'ylaydi. Endi buningki shu vaqtdagi nusxasi Mulla Hoji deydi. Mulla Hoji degan odam uningdan 100 yil burun yozgan. Uni 100 yil keyin 1933-yili ko'chirgan. Bu ko'chirilgan shu birinchi Turkiston, Sharq Turkiston davrida ko'chirilgan nusxa. Shunga bu nusxaning roli sal xalqni bak yaxshi ko'rib ketdi, hukumatni bak qarshi turib ketdi. Buningdan keyin Uyg'urlarning qisqa tarixi degan kitobga meni olib mas'ul muharrir qilib, bir yomon kitobga meni mas'ul muharrir qilib, anikin mashundaq ahmoq qildi. Bumi bir o'chilish. Siz shunday deb qaraysiz buni sizni? Men ham shunday deb qarayman. Qanday bo'lib sizdan buni o'chilishni nima uchun? Buni biroz cho'nqirlab tushuntirib qo'ysangiz, televizor ko'ruvchilarimiz biroz buning oqiy ko'rinishini bilmagashga toza nima bo'ladi? Uyg'urlarning qisqa tarixi degan kitobni Mao Zedong 55-yili o'zi tasdiqlab, mushuni ishlash kerak deb tasdiqlagandan keyin uni Feng Jiaxing, Ching Solo degan odamga bölüp bertken. Bunu Jo'llay başvulup qilgan ishkan. Buni 60-yillar kelganda bu kitobning dastlabki originali chiqdi. Chiqqandan keyin yana davomlashdi. Eng oxirida ulog'imi nashriyat avtorlik huquqi berdi. Burhan efendim turmadan chiqqandan keyin bu kitobga Burhan efendim mas'ul bo'ldi. Shuning bilan Uyg'ur sayrani Burhan efendimning o'g'li bu kitobni o'z qo'li bilan tutib, qolgan Xanzu yozuvchilar bilan birga bu kitobni tayyorlab chiqib, shu 80-yillarning oxirlarida deymi? Shu 89-yili 11-oyda. Shu Tiananmenga tank kirgandan keyin kirishdan burun buni chiqaramidi, nashr qilamidi? Nima uchun nashr qilamidi desangiz, Sayfiddin Aziz buning qarshi turdi. Nemisiga qarshi turibdi? Sayfiddin Aziz jo'yonga bir markazga bir arz qilibdi. Bu arzning mazmuni nima desangiz, Uyg'urlarning qisqa tarixi degan mushundaq bir cho'ng kitobga meni tilga olmay o'tadigan qanday tarix bo'ladi? Masalan, men 49-yili Ahmadjon efendimlar qazo qilib ketgandan keyin Tiananmenga shu Badem Mao Zedongning yanında Tiananmenda turdim. Cumhur Xalq Cumhuriyetini qurish uchun imzo ovoz berdim, Jizan xalqi nomidan. Mushunimi bunga kirgizmasa, bu qanday bo'ladi? Degandan keyin markazdan qarab baqsa, bu gapmi to'g'ri. Yo'lda Sayfiddinning fikri bo'yicha bu kitobni qaytadan tuzib nashr qilish kerak deb to'xtatib qo'ygan gap. To'xtatib qo'ygandan keyin bu nusxa 3000 nusxa besib bo'ldi ekan. Shuning bilan Tiananmenga tank kirgandan keyin endi kimning fikri bo'lsa olmaymiz, mushuni chiqiramiz deb agarsa, ya buni endi azroq bir boshqacha tuzatmasak bo'lmaydi deb qurbonlari xalq bek yomon ko'rmaydi. Mushuni mas'ul muharrir deb qilayli, mush kitobni chiqarayli dedim-ku. Chiqarib meni mas'ul muharrir deb belgiladi. Men Ko'rilga Xinhua basma zavodiga berib, 1 oy ash kitobni ishladim, tahrirladim. Hali obdan tahrirladim. Bütün qurilmasini o'zgartirmadim, lekin so'zlaridan ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Buni tahrirlab bo'lib, men basmaga o'tkazib turib, qaytib chiqdim. Qaytib kelib bir vaqt qaraydigan bo'lsam, bu allaqachon bu kitob nashrdan chiqibdi. Nashrdan chiqqandan keyin qarasam, men tahrirlagan nusxa emas. O'zgarib ketibdi. Bu nusxa emas. Shu to'xtatib qo'ygan shu ko'ni kitobni akilib, yangi muqovga ko'ni kitobni kelgiziblar, shuni chiqargan gap. Bundan keyin Uyg'ur tarixi degan mushu, buningdan boshqa samiz e'tirof qilinmaydi, kadrlar mushuni o'rganadi dedi. Men hamda mushundaq xalq qarshi olmaydigan bir kitobga meni mas'ul muharrir bo'lib qoldingiz. Menga mashina qilib qo'ydi. Bir yil kesak desab ketgandek bir ish o'tdi-da. Meni mushundaq. Bumi mening qarashimcha
Shu bir o'chilishda. O'chilish. Shunda. Aslında men anda kitap yazmaydım. İçideki sizin obrazınızı şu arkalık bir urumuzda. Qanday qilib mendek bir odamning ismidan foydalanib o kitobni chiqardi. Qurbonvali tahrirladi degandan keyin bir kim dastlab fikr vermedi. Keyin o'qib boqsa bu aniki meni tillashga boshladi. Sen qilgan mana shu kitobni qanday qilgan? Siz bana qapsiz deyapman. Endi shu vaqtlarda masalan Tiyami vaqasining bu 90-yillar Barim vaqasining keyin uni kendan bu Almas Efendininki Turg'un Almas Efendining Uyg'urlar nomli kitoblaridan keyin Uyg'ur ziyolilarini Xitoy tashviqot organlari nurg'un maqolalarga, tanqidlarga uyushtirdi-ku. Shu vaqtda sizga kelganmi? Ya'ni demoqchi o'g'lim sizmi shu iqlimga moslashib amalsiz irodangizga xilop ma kitobni siz xabarsiz besilib ketdi. Ammo irodangizga xilop bir narsa yozib boqamadingiz siz. Yo'q. Men hech qachon yozdim. Men alqa Turg'un Almasni tanqidlaydigan yig'inlarga bordim. Majlislarga bordim. Ben gap qilmadim. Ben fikir bermagan. Fikir bermasa miltiq tanlab seni fikir ber demaydi. O buni majburladi degan gapningmi men toza obdan tushunib ketmayman. Majburlasa sen manga so'zlar deydi. Men qo'shilmayman deb so'zlasin bo'ladi shu vaqtda. Men hech qanday fikir bermagan. Shunda. Shu vaqtda Turg'un Almasning kitoblarini tanqidladi, bu kitobni tanqidladi, bu kitobni tanqidladi. Muşularını tanqidlab bostirib etib, andikin halqa Uyg'urlarning qisqa tarixini shuning o'rniga chiqarmoqchi bo'ldi. Ammo uni Sayfiddin Aziz markazlik odam u odam qarshi turgandan keyin chiqaramidi? Buni qanday qilish kerak? Qurbonvalining nomidan foydalanish kerak. Ammo mushunda bo'ldi. Shunda o'yinni o'ynab chiqdi. Endi bu yerda yana menda shu bir savol bor-da, Qurbonka. Sizni masalanga Xinjiang gazetida Xitoyning xalq gazetida munavvar tadqiqotchi, tarixning sirini ochquvchi, dilini ochquvchi degan maqolalar o'z vaqtida e'lon qilindi 80-yillarning boshlarida, dastlabki yerimida 80-yillarning keyingi yerimida qadimiy asarlar ishxonalarga mudir qilib yetkazib opirildi. Endi yana bir tarafdan uning kendan bu Uyg'ur Xitoyning rasmiy tarixiga bir xiris e'lon qildi bu odam, ba'zi narsalarga og'dirmichilik qildi deb onunla karıştırdı. Şu meselede biraz bir mantıksızlıkni görüyorum ben. Bir taraftan sizni munavvar tadqiqotchi deb, yan bir taraftan sizga hujum qilish. Bu yerda biz qanday tushunsak bo'ladi buni? Endi buni aytdi enchik emaslar. Endi shu vaqtda men yozgan maqolalarni xalq yaxshi ko'rdi. Onunla yaxshi baho berdi. Men qilgan ishlarni yaxshi baholadi. Abnum rayim bo'yicha munavvar fan texnika xodim deydigan unvonnoma berdi. Shundan mukofotladi. Anikin munavvar mutaxassis deb qildi. Oxir qadim asarlar rahbarlik guruhi ishxonasiga mudirmi qildi. Buni qilganlar mening qilgan ishlarimni ko'rganlar. Ular muşu işini kılıdıganlar. Endi kusuru tapıdıganlar o elki partiyanın ideologiyası yani başkurduğun o taraf. İki taraf. Ama meni başkurduğanlar başka taraf. Badey, Tömür, Eminov Hamid, Ablayop diyorlar. Bula bana hücum kızmaydı. Bir kimni. Yani Allah beni urup düşürmeyen oyu, andağıçı mandağıçı dese, yok ya biz merkezinin nemisi bu iş kıldık. Bizde hatalık yok deydi. Allah hatalık bağdaydı. Demek hakimiyetinin özünün içi de sizge karşı adamlar boğandın sert, yani sizni kanat astığa alıdığan güçler mi var? O mu var? Şu hakimiyetinin içi de birbirine karşı karşı grup var. Taraf mı var? Ama şu boğan iş şu. Şunu ben mayından karısa bunu östürüp atkan, maqtab atkan, ayından karısa bunu yaman dev atkan bu karmı karşıdaki. Emeliyatta bu karmı karşıdık emez. Ahırkı bir minutluk vaktimiz kaldı. En ahırkı bir sualımı sorsam kısa bir cevap versiniz. Siz neçinci yıl çetel çıkettiniz? Ben 92. yılı 2. ayda Amerika'ya geldim. Siz kanda bulup çıkıp gettiniz? Bu kanda kılıp bu bundak ahval astıda Xitay hükümeti sizni koyup verdi çetel? 90. yılı Barin vakası yüz berip
kitaplarni Buraxanlar tezkiresinden mesele çıktı degandan keyin ben bizning xizmatimiz to'xtadi. Ishxonaning xizmati to'xtadi. Men bu ishqimni bormidim. Ben chet elga berib bir bilim ashiray deb iltimos qildim. Chunki munavvar mutaxassislar chet elga berib bilim oshirsa, oldi bilan ular ruxsat qilishi deydigan bir siyosat botdi partiyaning. Men shuningdan foydalanib iltimos qildim. Bu iltimos 1 yildan keyin tasdiqlandi. Kimlar tasdiqladi? Ya'ni shu rahbarlik guruhining boshliqlari bo'lgan Abnum rayonining raisi, muavin raisi mushlar tasdiqladi. Shuning bilan ularning huquqi bor. Shuning bilan men Amerikaga keldim. Nəhayət köp rəhmət Qurbanka, nəhayət qimmatli uçurlar bilan təminlediniz. Biz uxmaydigan, görülmələrimiz uxmaydigan nurgun tarixi vəqələrni anladık, şahit olduk. Bəgən uçurlarınız üçün nəhayət köp rəhmət. Sizga rəhmət. Bana şu işlarni deydigan fursat verdiniz. Siz için ben rəhmət aytaman. Möhtərəm görülmələr, arxeolog və qədimki yazıqşünaslar mütəxəssisi, yəni qədimki yazıq mütəxəssisi Qurban Vəli əfəndi bilə ilib alğan söhbətimiz müşu yergeci oldu. Xeyir xoş.